Puli arzon Lacetti so'ragan do'stlarimizga 2009-yil ishlab chiqarilgan oqidan do'stlar. Ko'ringlarchi. Oldin ochib berasizmi aka? Old orqasini bosib qo'ysangiz. Xo'p, 1.8 ABS konsini gidravlikasi bor. 9 dedingizmi buni? Ha, 9. Uslitlari yechilmagan. Uslitlari yechilmagan. 2009. Oldidan kaltak bo'lmagan deyilyapti. Balonlar o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, ikkinchi pozitsiya aquaprintlar o'ziniki. Probegi qancha? 375 ming. 375 ming yurgan akalar, u yoqqa qarab olasizlar ekan. Chixol, himchiska qilib metani bor 100 talik. Pollarni ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Qattiq udorlari yo'q deyilyapti. Kraskasi qancha aka? Kraskasini hozir oldik, ko'rsatganimiz yo'q. Tomni past deb hisoblayveringchi. Tomni past deb hisoblasa bo'ladi. 370 ming yurgan. Zo'r, ha, hali beri ko'rsatmadik. Motor garobga hada o'ylar. Zo'r, hamma yo'q zo'r ekan. Hamma yo'q zo'r. Pulichi? Pulni 4800 dan beramiz. 4800 kami bor? Kami bor. Variant nasiyalarchi? Yo'q, variant yo'q, barter bor. Barterga kelishganlarda, demoshlar kelishgan holda barterlari bor. 4800 not berilar ekan, telefon qilasizlar. Raqamlaringiz? 93lik 788 56 65. 56 65 raqamlariga telefon qila olasizlar do'stlar. Mana o'zi pul bergan bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, endi hozir keldim. Hozir oldinglar foydalanishga pul bergan bo'lmadi hali. Yaxshi telefon qila olasizlar mana akalar. Lacetti Gentra qilinganlarga qiziquvchilar uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Gentraga aylantirilgan tumankalarigacha qo'yilgan. Hop, holatlarni aytadigan bo'lsak, balonlar yaxshi ekan mana akalar, asfalt qilib yurmaysizlar. Shumka polni. Aha. Probegi qancha aka buni? 270 ming yurgan 2010 Gentraga aylantirilgan. Salonlari yaxshi ekan, lekin akalar akkuratni menilgan ekan, yangi matfonlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Gentra matfonlar, mayda detallar aquaprint. Yaxshi ekan, mashina 270 dedingizmi? 270 ming yurgan ikkinchi polimiz aka, salondan olib chiqqan odamlar. Aha, yaxshi. Pollarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi, mana akkuratni holatda turibdi. Gentra qilingan. Xo'p, undan aka oldi uslitrlar, nima lanjironlar o'ziniki. Qattiq urilib netgan joyi yo'qmi? Urilgan joyi yo'q deyilyapti akalar. 1.8 yana bir qator ustunlar tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Shu 3 ta detallar kondisionerlar ishlaydi. Polnimi? Polni. Polni shumka. Xo'p, olib rasvot qiladigan joyi yo'qmi aka? Motorlar yo'q yemaydi-a? Motorlarda ozgina yog' rasvoti bor aka. Yog' rasvoti bor. Bo'lar ekan o'zi. Yog'dan yoqqacha qancha? 1 litr u yoq aka. Yog'dan yoqqacha 1 litr, demak rasvot bor ekan akalar. U 1.8 dalik rasvot boradi deb uni ko'pchilik aytadi-yu, menimcha unasi noto'g'ri. Xo'p, yog'dan yoqqacha 1 litr rasvoti bor. Pulni yengilroq qilib ayting aka, kelishtirib. 5,5 mingga beraveramiz aka. 5,5 kami ham bo'ladimi yo? Bozor kami bo'ladi. O'tadigan joylari bor. Variant qilib bermaysizmi? Yo'q, 3000 puli borga variant ham qilib beraman. 3000 puli borlarga variant orqali ham kelishiladi ekan. Kimga yoqsa aloqaga chiqasizlar. Telefon raqamlaringiz? 94lik 94 106 106 40 40 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Naqqa qanchaga so'rab turishibdi aka bozor? 5150. 5150 ga bermadingiz. Gap yo'q lekin akalar, 5150 ga berilmabdi. Darkmon Blue akalar. Ko'ringlarchi. 2011 23 kuzovmi bu? 23 kuzov bosilgan ekan akalar. 2011 Lacetti'ga 23 kuzov. Svetini qaranglar, mana shu neobishniy zo'r svetlardan. Balonlari o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak akalar, aquaprintlar qilib qo'yilgan. Xo'p, probegi qancha? Probegi 546 ming yurgan, 23 kuzov bosilgan. Kraska yo'q kuzovda bormi? Detallari sepilgan-a? Detallari sepilgan, ramani o'z adashmasam bosilgan. Orqa obshivka, salonlarni ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Mana holatlari ham yaxshi ekan, lekin probegi 500 qancha ham aytildi-yu, lekin mashina endi rama bosilib, motorlar ham yo'q qo'yilsa yuraveradi. Motor garobga hadovoylar qanaqa aka? Asfalt yo'qmi? 1.8 ABS konsini gidravlikasi bor. Mashinaning holatlari yaxshi. Olib sarflaydigan joyi yo'q aka.
Pulini qancha aytyapsiz? Qo'ysa endi bezakka 4 ta o'zi jentra diskga qo'yib qo'ysa, yana Aha. yaxshi bo'lib qoladi bo'ldi. Jentrani o'zi bo'lib 6 ming qoladi. deyapman. 6000 kami bor. Ha, Variant bo'ladimi, naqdmi? naqd. Faqat naqd pulga sotiladi. Naqdga sotiladi. Xo'p, telefon nomeringiz? Ha, shuncha. 90lik 90lik 206 206 25 25 17. 17 raqamlariga telefon qila olasizlar do'stlar. Savdo qilishdimi, qilishmadimi akasi bo'lmasa, hali savdo bo'lmadi. 6000 aytilayotgan akalar, telefon qila olasizlar mana. 2011-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi oqini ko'ringlar-chi. Lasetti ishqibozlar uchun. 2011 1.8 lardan Lasetti'da nima bo'lsa hamma narsasi bor akalar. Endi ABS konditsioner, gidravlikani takrorlasak, ba'zi bir odamlar yoqmayapti ekan. Hammasida bo'ladi-yu, unaqa nima keragi bor aytishdi, deyapti. Lekin orada yo'llari ham chiqib qoladi. 2011 ikkinchi pozitsiya, chexollar o'ziniki, akvaprintlar o'ziniki. Probegi qancha? 260 ming yurgan mexanika. Kraskachi? Bitta krilo, ikkita sapachok, bitta eshikda rektovka. Orqasi ochiladimi? Ochilmadi, kalta shekilli. Bo'lmasa qo'ying, metani bor, metani zapaskasi. Propani bor, zapaskasi. Zapaskasi ham bor. Xo'p, bitta detal kraska, ikkita petno, bitta detal rektovka bo'ldi. Yaxshi, 200 qancha yurgan edi? 60 ming. 260 ming yurgan. Motor korobka hadovoylarimiz nima deyapti? Hadolarni o'zimiz qildirdik. O'zinglar qilib qo'ydinglar, hamma yo'g'ini. Rasxod yo'qmi? O'zimizda. Yo, yemeda motori? Dahosi, rasxodlari yo'q. Yaxshi. Pulichi? Aka siz obunalaringiz 6 mingdan barakasiga o'tib bering. 6000 kami ham bor. Kami bor. Variant yo'llariga bormi yo naqmi? Varianti yo'q. Aha. Bank naq. Naqqa xolos u tomonlama kelishiladi. Savdolarimiz bor. Xo'p bo'ladi. Yig'ishtirib olguncha pullarni bir oy nasha qilib bera olamiz deyilyapti. Telefon qila olasizlar mana. Aha. 93lik 93 478 aha 0550. 0550. Savdo qilishdimi, qilishmadimi? Bugun savdosi bo'lmadi aka. Savdo bo'lmabdi akalar, telefon qilasizlar mana. 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi ham oq akalar, qaranglar, faqat bitta qora bilan darikmo oldik, qolgan hammasi oq bo'ldi. ABS konditsioner gidravlika 1.8. Signalizatsiyalari ham bor ekan mana, tayyor. Balonlari ham yaxshi ekan buni. Asfalt qilib yurish shart emas. Xo'p, salon holatlariga aytadigan bo'lsak, akalar, elektriskiy sidinalar qo'yib qo'yilgan ekan, pamitlarigacha bor ekan. Salonlari yaxshi. Qancha yurdi aka bu? 257 ming. 257 ming yurgan 2010. Kraskachi? Metallari bor. Ikkita petnosi bor aka. Bitta to'lov detal, ikkita detalda petno. Ichlari yo'tib netgan joylari yo'qmi? Strashniy kartalari yo'q. Bunaqa strashniy kaltaklari yo'q. Yaxshi. Ashkarilar to'liq. Ikkita petno bor. Tushunarli. Rasxod qilib yurmaydimi? Motor korobka hadovoy bir olib saqlaydigan. Oladi minadi. Gen- Dokumentga rasm. Dokument bo'lsa bo'ldi. Gen qilib beraveradi. Keyin chiqadi. Ikki dokumentlar ukamda. Aha. Genlarga chiqaveradi aka. Yaxshi. Narxi Aka buni aka 5,5 dan o'tib beraman aka. 5,5 ming kami bor. Variantdan bera olasizmi yo naqmi? Naq bank Naqqa xolos u tomonlama ham kelishilaradi. kelishib oladi. Telefon raqamlari. 93lik Aha. 478 0550. 0550 ga telefon qila olasizlar. Savdo qanaqa bo'ldi aka bunga? Bugun savdosi bo'lmadi aka. Pul qilishmadimi? Xo'p, bo'ladi. Birinchi bozori bo'ladi. Tushunarli. Telefon qila olasizlar akalar, hali savdosi bo'lmabdi, birinchi bozorda. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti'lar oxirgilaridan ko'ringlar akalar. 2013. Motor holatlaridan boshlaymiz akalar. ABS konditsioner bor. 1.8 motor, 1.8 so'raganlarga gazlari ham bor ekan. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Balonlar o'rtacha holatda almashtiriladigan vaqtlar kelyapti. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, hop, yaxshi. Chexollar taqib qo'yilgan, akvaprintlar ham qo'yilgan ekan. Probegini qancha dedingiz? 170 176 176 ming kilometr yurgan. 176 ming yurgan 2013. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'talamizmi? Shu yerda qolmasa bo'ldi bagaji. Metallari bor, asosiysi 100 talik. Pollarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Mexanikasidan so'ragan do'stlarimizga 2013 176 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Ikkita petno, bu krilo bilan orqa kriloda petno. Oldi orqa kriloda petnosi bor.
Qolgan joylari toza, ya. Toza ko'rsatib Hatto ichiga o'tkazayotgan joylari yo'q, ha, xohlasa. Detal almashgan detal yo'q, motorlari zo'r, hadovoy zo'r. Rasvotlari yo'q. Yo'q, korobkalari ham zo'r. Yaxshi. Dokumenti ham hamma yoqqa chiqaveradi. Aha, dokumentdan muammosi yo'q. Narxini bir kelishtirib yo'lda qilib 74 dan o'tib beramiz. 74 kami bor. Kam bo'ladi. Variant nasiyalarga nima deymiz? Bank kelishsa bo'laveradi. Xohlasa u tomonlama kelishiladi. Hop, telefon nomerlaringiz 90 140 140 0490. 0490 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Naq puliga qanaqa savdo bo'ldi sira bo'lmasa aka? Pulga berishyapti 6,5 ming berish. 6,5 ga bermadingizmi? Gap yo'q lekin akalar 6,5 ga berilmapti, telefon qila olasizlar mana. Ladaga qiziqqan yaqinlarimiz uchun Largus ko'ringlarchi do'stlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, svetlari ham neobishniy svetlarda turibdi. Balonlari yaxshi holatda ekan. Bu 1.6 ligimi aka? 1.6 Renault motor. Mexanika korobka. Salon holatlari o'rtacha holatda turibdi akalar. Xo'p, buni nimalari-chi? Sinasi siydi-kana? Siydi. Kondisionerlari ham bor-a? Kondisionerlari ham bor. 2016. Probegi qancha bo'ldi? Qarang, 700 ming. 700 ming? Gap yo'q ekan. Akalar 700 mingga yaqin yurgan ekan. Rossiyaga qatnaganmisiz? O'zingiz, ha? Akamiz o'zi Rossiyaga qatnagan ekan, akalar. 700 ming yurgan. Motor, korobka, hadovoylar qanaqa aka bunda? Olib sarf qiladigan joylari yo'qmi? Bunaqa joylari yo'q. 6 talik. 7 kishilik. Motorlar qilingandir-a? Qo'yganmiz motorni. Motorlar qilib qo'yilgan. Xo'p, yana agar chiqadigan bo'lsa, bo'laveradi. Rossiyaga qatnayman desa ham bir orada bir pand berib qo'ymaydi, xudo xolasa. Narx qancha endi bir kelishtirib yo'lda qilib? 7,5 million deb beramiz endi. 7,5 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Naq bo'lsa yaxshiroq. Naqqa arzonroq beramiz, ha. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 103 103 52 52 ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar. Savdo qancha bo'ldi aka, sir bo'lmasa? Savdo 7 ga yaqinlashdi. 7 atrofida bo'ldi. Bo'lgan yaxshi pul qilishdi. Hop, telefon qila olasizlar do'stlar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Gentrani ham ko'ringlarchi akalar. Puli yengilrog'idanmi aka bu? Puli yengilrog'idanmi? Puli yengil, Euro variant, ABS yo'q, konditsioneri bor ekan akalar. Metani bor ekan. Konditsioner ishlayapti. Diskalar 3 diska, balonlari o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, aquaprintlar qilingan, chexol polilinolari o'rtacha holatda. Probegi qancha bo'ldi? 154 ming. 154 ming yurgan 2017. Kraskachi? Kraskasi eshigi bilan orqa kapotda ichiga o'tmagan. Ikkita eshikda hamda orqa kapotida kraskasi bor. Orqasi ochilmaydimi? Knopkani bosdim, ochilmadi shekilli. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'taylik. 3 ta detalda bo'lyapti kraska. 154 ming yurgan 17 motor korobka hadovoylar. O'tayamiz. Rasxot yo'qmi olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Bunaqa joylari yo'q deyilyapti akalar. Narxi qancha buni aka? Narxini 8 ming kami. 8 ming kami bor. Variant yo'llari bo'ladimi? Naqmi? Bank bo'lsa. Xo'p, imkon darajasida naq pulga ekan akalar, kimga yoqsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlaringiz 99lik 99 767 0024. 0024. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo qilganlar bo'lmadimi? Bu yerda 73 berdim. 73 ga bozorda naqqa bermadingiz, qo'shsa kelishlar, ha? Xo'p, bo'ladi. Telefon qila olasizlar akalar mana.